Mening ismim Akimsan Madalxon. 69-yili tug'ilgan. Bu yer 57 ga yaqinlashdim. 84-85-yillardan boshlab shunlar bilan hisso boshlash murosasiga borib hozir asosida riyosatchilik qilish davriga qadam qo'ydim. Burunqlarning aytib berishicha, bu shu eriqlarni dastlab qo'lgandimi, hattoki Gündüz bilen ko'raqatdi. Asla musholatga ega. Hattoki shu eriqlar hozir bosh cho'zdi. Teriqchilik tuvangi nisbatan aytganda bu yerda ta'sir. Shuning uchun bu teriqchilik dehqonchilikka beradigan ahamiyatga cho'ra. Endi men shu aqlimga kelsam, nonni ilib mushabin dehqonlar xurjinga selib, hattoki shu dehqon akamizni avval putukni selib, muborak bo'lsin deb mang'uzda uydan. O'shada muzlarni cho'qib billa o'tirib shu nonlarni taqsimlab, nima mol so'ygan bo'lsa aşağıda shuni go'shtini pishirib yeb. Endi men 86dan boshlab shu madaniyat ishlariga qatnashishga boshlagan. Burun biz ot uloqlar bilan bordik. Hozir mashinalar bilan borgan bu. Hozir endi ishtanlar yangilandi. Ramka yanalar shu burun ramka. U yerda shu muzlarni cho'qib, suvni ravon qilgandan keyin tabiatga xuddi iltijo qilganda shu bir jillik quyoshdan harorat tillab zamindan suv kelganda tugagandan keyin bizga uyga kelgandan keyin suvni chochdikmi, suv kent kichaygandan kundan boshlab issiq keldi. Andin bizning hali uruq silish tungi uruqni mushkantdagi navt isil oyig'i yarashadigan odam uruqni chochidi. Shuningdan keyin bu usulliq barakatli yil bo'ladi degan. Hozir hamma oilalarda traktor bor. O'zining o'zi aydaydi. Burun unda emas. Hamda burun shu uruqni sog'an chog'da biz aşağıda choponning peshini shunda tutamiz. Uruqni chochrab tushadi-ku, shu uruqni avaylab kelib, o'zining soladigan uruq aralashtiradi. Andin uni itizq chachimiz biz. Burunlar mana buvamning buvisidan tortiblam mushu ishladi bor. Dadam xizmatchi, lekin u madaniyat xizmatchisi. Lekin ma urf-odatlarga bizga yo'lboshchi bo'lib qatnashmagan u buvamning. Lekin tadrijiy cho'nglar tugab ketgandan keyin bu bizga qoldi. Manasi hojiklarning to'y to'rininki varisimizmi? Hamda bizmi shogird tarbiyalatimiz bizning odatlarimizning yozilgan kitobi yo'q. Faqat biz o'zimiz qatnashimiz, ko'rimiz, beşimizden ötküzgen işlerini kılıvattınız. Bu urf-odat onun cemiyetdeki roli nayt çoğun. Çünkü bu inoqliqqa undaydi. Bir yerga akiladi. Tinchlikni asos qilganligi uchun ham hozirgacha buni saqlab kelyapti.